Assalomu alaykum hammaga, Special Money kanaliga xush kelibsiz jigarlar. Sizlar bilan bugungi videomizda bir ajoyib saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Videoni boshlashimizdan oldin biz mana bu videomizni g'olib bilan aniqlab olishimiz kerak. Bilasiz, to'g'ri, biz har kuni har bitta videomizda konkurs o'tkazamiz. Konkurs shartlari mana shu Special Money YouTube kanaliga obuna bo'lishingiz kerak va Telegram kanaliga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi. Telegram kanal silkasi video opsionasida va закрепленный kommentariyada bo'ladi. Video oxirrog'ida orqali Telegram kanalimizni ham sizlarga tanishtirib o'taman o'rtoqlar. Xo'p, hozir mana bu videoni silkasini saran qilib olamiz o'rtoqlar. Xo'p, random saytiga o'tamiz. Mana bu yerga videoni linkini joylashtiramiz. Bu yerdan davom etish. Xo'p, qani o'rtoqlar, necha kishi komment yozib qoldiribdi o'rtoq? 19 kishi komment yozgan ekan. Bu yerda winner ustiga bosib qoldiramiz. G'olib o'rtoqlar, mana shu obunachimiz g'olib bo'ldi. Agarda shu obunachimiz bizni ko'rayotgan bo'lsa, bizga Telegram orqali aloqaga chiqishni so'raymiz. O'z pulchuqlarini payr hamyonlariga tashlab beramiz. Xo'p jigarlarim, kanallarimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda videomizda boshladik. Bugungi videomizda mana shu saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz o'rtoqlar. Saytda pul ushlashimizdan oldin birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun bu yerdan registr degan tuman ustiga bosib qoldiramiz. Mana bu bo'lmani to'ldirasizlar va mana bu yerdagi registr degan tuman ustiga bosinglar, oddiygina ro'yxatdan o'tib olasizlar o'rtoqlar. Men allaqachon ro'yxatdan o'tib olganman, o'zimning akkauntimga kirib olaman. Men o'zimning akkauntimga kirib oldim. Xo'p o'rtoqlar, sayt ko'rinishi xuddi shu ko'rinishga ega. Saytda o'rtoqlar biz qanday qilib pul ushlab borishimiz mumkin. Hozir video davomida qo'limdan kelgancha sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Mana bu yerda o'rtoqlar 8 ta bo'limi mavjud. Pastga qarasanglar 4 ta bo'lim bor o'rtoqlar. Bu yerda birinchi bo'lim doma bo'limi, bu saytning glavniy oynasi hisoblanadi o'rtoqlar. Xo'p, bu yerda kolичество achinka bo'limi mavjud, ustiga bosasizlar. Saytda o'rtoqlar biz mana VIPlarni ochib, saytda oddiygina pul ushlab borishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda o'rtoqlar eng arzon VIPning narxi $12 turar ekan va bizga har kuni 34% dan dahot olib kelib turar ekan. Bu degani $2,5 $3 kunlik foyda degani o'rtoqlar. Bu yerda VIP 2 bor. VIP 2 ning narxi 80 USDT turar ekan va bizga har kuni 27% dan dahot olib kelib turar ekan. Qolgan VIPlar bilan o'rtoqlar o'zlaringiz tanishib olasizlar. Videomiz cho'zilib ketmasligi uchun o'rtoqlar qisqa qilib tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, teparoqqa chiqamiz. Bu yerdan Nachat количество achinka degan tuman ustiga bosib qoldiramiz. O'sha hozir bizga kunlik daromadimizni chiqarib beradi o'rtoqlar. Xo'p, saytda o'rtoqlar bizga kunlik daxolimiz 4 USDT ga teng ekan o'rtoqlar. Bu yerda X-chani bosamiz. Xo'p, xuddi shunaqa qilib VIPlarni ochib bizga saytda oddiygina pul ushlab borishimiz mumkin bo'ladi. Qaysi VIP ochiq bo'lsa, eng tepada ko'rinib turadi o'rtoqlar. Bizda hozir VIP 1 ochiq, shuning uchun birinchi o'rinda turibdi. Bu yerda o'rtoqlar ikkinchi bo'lim Druziya bo'limi mavjud, ya'ni saytga o'zingizni do'stlaringiz ham taklif qilib bemalol saytda pul ushlab borishlari mumkin bo'ladi. Menimcha adashmasam 2% dan 11% gachami yoki 9% gachami dahot olsa bo'ladi o'rtoqlar. Bu yerda Maya bo'limi ustiga bosib qoldirasizlar. Endi sizlar bilan saytga pul kiritish, pul chiqarish, istoriyalarni ko'rish, programmasini yuklab olish hozir hammasini ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Pastroqqa tushsanglar, bu yerda Centra Безопасность bor, ya'ni parollarni o'zgartirsa bo'ladi, perdachi, pullarni almashtirsa bo'ladi. Xo'p, bu yerda Novosti, bu yerda language bo'limlari mavjud, общий problema, bu yerda skачать приложение, ya'ni saytning o'zini shaxsiy programmasi bor, bemalol yuklab olsanglar bo'ladi рабочий stollaringga. Vhod bu akkauntdan chiqib ketish o'rtoqlar. Mana bu Telegram ikonchani ustiga bossanglar, sizlarga Telegram guruhlarini, Telegram kanallarini, Telegram adminlarini chiqarib beradi. Endi oxirgi ikkita bo'lim pul kiritish, pul chiqarish o'rtoqlar. Keyin birinchi pul chiqarishdan boshlaymiz. Pul chiqarish uchun bu yerdan o'rtadagi bo'limni, ya'ni aktivist bo'limini ustiga bosib qoldirasizlar. Xo'p, biz o'rtoqlar faqatgina VIP20 ga pul yutsak bo'lar ekan. Mana bu yerga diapazon limit вывод средств, ya'ni bu yerga qancha chiqarib olmoqchi bo'lgan summangiz, adres вывода degan joy, VIP20 adres, parol безопасность degan joyga ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda kiritgan parolingizni bu yerga ham kiritib o'tish kerak o'rtoqlar. Men hozir bo'limlarni to'ldirib olaman. Men bo'limlarni to'ldirib bo'ldim. Xo'p, bu yerdan подтвердить degan tuman ustiga bosib qo'yamiz o'rtoqlar, bo'ldi. Mana вывести успех. Bizning pullarimiz chiqib ketdi. O'sha mana bu yerga qarasanglar, summa для оборотkaga tushdi. Bu sayt o'rtoqlar uzog'i 2 minut yoki 1,5 minutda bizning pullarimizni 100% to'lab beradi. Men hamma cheklarini Special Money Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. Bemalol o'tib ko'rib olsanglar bo'ladi.
Tak, endi o'rtoqlar pul to'ldirishga kelsak, pul to'ldirish uchun bu yerdan perazaratka degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Bizda 5 ta yo'nalish mavjud. Menga bu yerda eng qulay TRX va Web20 USDT hisoblanadi. Menga Web20 USDT ko'proq nima deydi, ishlataman. Shuning uchun shuni ustiga bosdim. Xo'p, xohlasam o'rtoqlar mana buni skaner qilib to'ldirishim mumkin. Xohlasam mana bu adresga pul tashab to'ldirishim mumkin o'rtoqlar. Ikkalasi ham bitta narsa. Mana shu saytdagi shaxsiy hamyonim hisoblanadi. Masalan, o'rtoqlar, men eng arzon VIPni ochmoqchiman. Narxi $12 tursa, $12 qaysidir hamyonni tashab bo'lganimdan so'ng saytga qaytib darrov mana bu пополнение завершение degan tugmani ustiga bosishim kerak. Bosganimdan so'ng uzog'i o'rtoqlar, mana bu yerda 3 minut после пополнения deb yozilgan. Tashlagan pullarimiz 3 minut ichida saytga yetib keladi degani o'rtoqlar. Juda ham nima deydi, oddiy. Mana o'rtoqlar, bizani Binance deb o'rtoqlar zo'r Bitget hamyonimizga yetib keldi. Tak o'rtoqlar, menimcha hamma joyini tushuntirib bo'ldim. Saytga pul kiritish, pul chiqarish, qanday qilib pul ishlash, hammasi tushunarli bo'lsa, sayt silkasi Telegram kanalimda bo'ladi. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Video sizga yoqqan bo'lsa, o'rtoqlar, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.